yaxshilab yana bir marta tushuntiraman, yaxshilab eshitib va kim bilan aynan ishlashimni bilib olinglar, chunki har kuni iste'mol qilaman, lekin har kuni videoga olishga meni vaqtim yo'q. NL eng zo'r top liderlardan biri murojaat bilan men ishlayman, profillarni qoldiraman, tez doim sizlarga eslatib turaman, lekin shunda ham mendan savol berib so'rayotganlar juda ham ko'p. Endi har kuni qiladigan ishimni sizlar bilan bo'lishaman. Ozish setida draynni yashilini berishadi. O'shani ichida bu. O'zimga qo'shimcha mana qizilini ham olganman, vkus har xil bo'lishi uchun. Bu nima qiladi? Bu отёкlarimizni snimat qiladi. Kunni har kuni nima bilan boshlayman? Drain effekt bilan boshlayman. Chunki o'shanda отёк bo'lmaydi. Har doim so'raysizlar, homiladorlikda mumkinmi deb. Ammo mumkin bo'lmasa qanaqa qilib iste'mol qilaman o'zim sog'lig'imni xavfga qo'yib. Va mana shunaqa homiladorlik davrida ham vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlarni, mumkin bo'lgan mahsulotlarni aynan murojaatdan ratsionini olaman. Sizlar ham bemalol murojaat qilib, homiladorlik uchun, homiladorlikdan keyin,